maktabga boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini nazorat qilgani keldik. Piruz savodxonligini 19-fevral bugun 2026-yil hamda aniq fanlar bo'yicha KRS mashg'ulotlarini ham kuzatamiz. Xudoyberdiyeva Feruza opa va Bekmurodova Kamola. Мы же сейчас уже к Леонардо да Винчи мы не готовили сейчас уже. У нас молодцы, вот свои русские, математику, воспитание. А если бы чтение было, тогда другое дело. У меня сегодня чтения нет. У меня тоже нет чтения. Математика, русский, английский. Мы. Правильно понимают, боятся. Мы уже обсудили все это, мы вас сидели ждали. Не волнуйтесь. Потому что мы уже здесь в 9 пришли, за 12 почти все обсудили. Поэтому повторили. kelib chiqqan holda o'zini fikrlarini bildiryapti. Demak, bugungi mavzumiz o'zi yuqorida ham biz boya aytib o'tdi. Ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarning faoliyatida elementarniy bo'lsa-da, nima deydi, bir kichik yordam ko'rsatishga qo'limdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz o'sha matematik nimalarda Turklar ustozlarimiz juda yaxshi yetishtirib beryapmizki, o'sha 100% harakat qilyapman. Mana shu ma'lumotlarni ustozlarimizga yetkazib berishgan. Hozirgina suhbatda o'tdik, mana 5 moduli nima? Biz aslida bu nimalarni, bu jarayonlarni har safar har bir o'qituvchi zina qo'llaganmiz. Faqat 5 modul sifatida demak birinchi o'rinda biz sinfga kirdikmi? Albatta o'quvchini o'zimizga jalb qila olishimiz kerak. Nimalarda bor o'quvchilar qanaqadir sezilarli holatda bo'lsa, psixolog o'sha vaqtda biz nima deydi, hammani oldida boyagi narsa aslida o'zimiz alohida yo yelkasiga men bir o'qib qo'yaman, u erkalangandek bo'ladi, u ham bir bola, bu o'zimiz farzandimiz. Shuning uchun demak zamonaviy yondashuvlarni afzalliklari. Hozir qanaqa interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanasiz dars jarayonida? Hozir bu yerda biz asosan mana shunday ta'lim platformalari haqida gaplashishimiz kerak edi mana shu joyda. Много игровых платформ сейчас создано для геометрии, сейчас у нас сохранены все платформы. Мы используем. Единственное, что у нас не везде есть интерактивные доски, это использовать. Есть через интернет, через Google можно, вводя аккаунт, создать мониторинг для учащихся, и он сразу автоматически